internet ham bir fisqu fasod, piarxona bo'lib ketdi. Yaxshiyamki bu kunlarni momam ko'rmay o'lib ketdi. Prosmotr yig'ish uchun qilmagan ishi qolmayapti. Hatto otasining gapini bir tiyinga olmayapti. Amir Temur avlodlari, sizga nima bo'lyapti? Yigit bo'ling, bir so'zli, erkaklik g'ururi o'lyapti. Yolg'on, yolg'on, blogerlar gaplari yolg'on, yolg'on, yolg'on. Reklama uchun ko'p pullar olg'on.